Hammaga assalomu alaykum. Kanalimizning ashaddiy ishqibozlari, chorva ishqibozlari va agrosanoat ishqibozlari. Bugun Xudo xolasa, bugungi videomizda o'zimizni sohadan ozgina chetlashgan holatda Toris poliyaga keldik. Bu yerda bilmayman, hozir dehqondan ma'lumotni olamiz. Qirg'og'i ko'rinmaydigan darajada juda ko'p toris ekilgan ekan. Bularni qanday yetishtirilgan, qanaqa dorilar, qanaqa mehnati, mashaqqati bor. Xudo xolasa bugungi videomizda bir dehqonlarimizga manfaatli video bo'ladi degan umiddamiz. Bizni qo'llab-quvvatlab, bittadan like bosib, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldirib turasizlar. Xudo xolasa sizlar uchun harakatdamiz. Sizlar uchun manfaatli videolarni qilishga harakat qilib, bu hech qanaqangi reklama ham emas. Sizlarga ma'lumot bo'lsin deb keldik bu yerga. Yusufboy Xormen. Assalomu alaykum. Dehqon ham o'zimizni ukamiz, xudo xolasa. Yosh fermer desak ham bo'laveradi. Va alaykum assalom. Hoji aka, Siz olyapsizmi? Sog' salomat. Torizlar pishib qoldimi? Xudo xolasa pishib qoldi. Sizlar kelishlaringga bitta Qashqadaryodan olib kelib qo'ydim yegan. Malades. Tanjoningiz sog' bo'lsin. Ko'kdalarnikida bu. Ko'kdalarnik. Sizniki ham xudo xolasa yaqinda pishib qolar ekan. O'tlardan bunday ko'rib keldik. Mana shunday bo'lib qolibdi. Birar oyda pishadi. Alloh baraka bersin. Ko'kdalarliklarga ham malades. Ko'kdalarni torizlari trendda. Mana shu o'zimizni dehqonlarniki pishib chiqquncha aldiki tugiy. Ko'kdalarniki butun O'zbekistonni ta'minlayapti-da. U anaqa parni qilib ekishar ekan-ku. Bizda ham chiqarishyapti. Chet ellarga ham chiqarishyapti. Bizni havo bilan ag'di havosida ham farqi bor-da. Endi buni bitta so'yib yeylik olmasam, atay olib kelibsiz. Bo'ldi. Sizni torizingiz pishmabdi, endi atay kelib toriz yeb ketishmasa bo'lmaydi deb olib kelibsiz-da. Bir yeylarchi, tatib ko'ringlar. O'zingiz tanlaganmisiz ish qilib? O'zim tanlaganman, bismillah. Kommentariyada yozib ketinglar. Bu qanaqa nav, ko'kdalarda qanaqa navli torizlar ekiladi. Hozir batta bundan farq qilsa kerak siz toriz. Navi nima siznikini endi? Bizniki Holler aka. Holler. Bu ko'kdalarda qanaqa toriz ekiladi, uni ham yozib ketinglar. U ashaytlardan ham bizni kuzatayotganlar bordir. Torizlardan. Alloh bir ne'mat istamas, mana shunaqa operator akamizga ham o'zimiz ham operator keyin yapaveradi. Mana bismillah. Dahshat. Dehqon ham qilmagan ishi yo'q-da. Hammasi telefoni ham bo'shamaydi yonidan. Uyqusi yo'q edi. Hozir harakat qilyapsiz, hoji aka. Hozir torizdan sotilyaptimi? Bozorda torizdan sotyapti. Ko'kdalardan o'zi torizdan olib kelib sotadi. Yana maytda dehqonchilik. Bat necha gektar hozir mana shu torizimiz? 5 gektar. 5 gektar. Ertakisi endi. Ertakisi. Bu nay tarafda yangi ekilganlar ko'rding? U kechki. U ham kechki. U qancha joyda? U ham 4 gektar joyda. 9 gektar toriz. Mana 9 gektarga necha kishi qarayapsizlar endi? 4 kishi qarayapti. 4 kishi. Hammasi o'zlariga yosh fermerlar. Yalnız hali bo'yda, hali yosh fermerlardan. Ilohim qanchadan beri shug'ullanyapsiz endi bu bilan? 18-yildan beri ekib yuraman. 18-yil. 8 yil bo'ladimi? 8 yil. Malades ona. Umuman makka ham ekdingiz, toriz, qovun hamma yoqda ekib ko'rildi. Bodring ekmangiz xolos shekilli. Bodring ham ekildimi? Yo'q. Bodringda olti ariqliklar ekaversin endi. Toriz ama bu tiplisa bo'lgani bilan buni ham mazasi o'zgacha ekan. Buni mana haqiqiy quyoshda pishgan ham boshqacha bo'ladi, xudo xolasa. Navini nima dedingiz buni? Holler. Holler. Holler bu qayerdan chiqqan endi? Chet ellik. Bu Amerika. Amerikadan kelgan. Qozoqda eksport bo'lgan, qozoqdan bizdan. Bunaqa plyonka bo'lib ekilyapti bu. Plyonka bo'lib ekilgan. Plyonka bo'lib ekilgan, bir tarafiga ekilganda, bir tarafiga toriz, bir tarafiga mosh ekan. Bu tarafidan ham foydalanilar endi. Bir tarafiga mosh. Bu qachon ekildi endi Yusufboy? Bu aka aprelda 25-ida ekildi. Aprelda 25-ida. Aprelda 25. Aprelda hisoblamaylik. Mayda. Necha oyda pishadi endi bu? 65 kunda pishadi. 2 oy xudo xolasa.
2 oyda pishadi. 2 oyda pishadi. Mana shu oyda oxiriga pishadi, xudo xohlasa. 2 oyda 5 gektar tovuzni pishirib, ama buni mehnati ham baribir 4 kishi mashdan chiqilmayotgandir. 24 soat. 24 soat. Yana bitta nimani bilaman? Tovuzni chebori ham ishqibozi bo'lar ekan-a. Teshib turib yeb qo'yadi deyshadi. Bu boshlarida yoribdi. Ko'rdingizmi bunday tovuzni yorib qo'yib? Teshib qo'yibdi, chuqur chaqirib, u ichini jo'ylab yeydi buni. Qizil bo'lsa yeydi. Ha, Nima xom yoradi? bo'lsa, Xom bo'lsa qochib sekin- ketadi. Cheborini ham challatishlar ekan-da mana. Endi mana shu misol o'rtacha 1 gektarda mana anchadan beri yuribsiz. 1 gektardan bir tonnaga hisoblaganda nechta tonna olish mumkin misol to'g'risi? 50 tonnagacha olsa bo'ladi. 50 tonnagacha olsa bo'ladi. Siz qilib jarayonda misol o'shanaqani ko'rdingiz. Ko'rganman. 50 tonna endi plus minus. Yo ko'proq yo kamroq bo'lishi mumkin. Qarashga qarab, mehnatga qarab, xudo barakasini bersa, hech nima yo'q, ko'proq berishi ham mumkin. Endi 50 tonnani o'zlaring bir bunday kalkulyatorga tushib, hisob-kitob nima qilsa bo'ladi, qanaqa daromad qilinayotganini ham, misol endi uni rasxodini ham o'ylash kerak. Balki chachilayotgan misol dorisi-yu, bu suv bilan ham bir nimalar berilayotgandir, vitaminlar. Bu bilan machavina, kaliy, amofos. Ya inaqa palay o'lmaslikka ham u yerda sheriklarni dori ham chachib yuribdi ekan apparatda. U nimaga chachyapti hozir? Shiraga sepyapti. Shiraga. Andaqa kurtiga sepyapti. Endi mana hozir O'rganchkaniga sepyapti. ha. O'rtacha mana shu 5 gektariga qancha misol rasxod bo'lyapti endi o'rtacha. Endi hali plus minus to'shni hisob-kitob qilib bo'lmasa kerak. Misol ekilishi boshida ekilayotganda odam ishlatib nima qilinadi? Misol hozirga 10 tonda odam kuniga ishladida, to'g'rimi? 30 ta ham ishladi. 30 ta ham ishladi. Men bir chiqqanimda bir 10 kishi yurgan ekan, rosa ketgan paytida chiqibman shekilli. 30 tadan misol bir kunda ishladi. Necha kunda ekib bo'lgan? 10 kun ekdik. 10 kun. 30 tadan endi o'rtacha 25 tadan hisoblaylar. 10 kun ekilganda 250 ta odam hisoblanadi endi. Bir kunda bitta odam necha bilan ishlaganini hisoblab ko'ringlar endi. Undan tashqari dori ancharoq sotib qo'yishdi. Ilohim Alloh barakasini bersin. Torviz narxi ilohim tushmasin. Zo'r bo'lib tursa, dehqonlarimiz foyda ko'rsa, manfaatli bo'lsa, foyda ko'rsa, keyin dehqonchilik bo'ladi, keyin torviz qovun mo'lchol bo'ladi-da, u tushib ketaversa, narxi kasod bo'laversa, 1 yil foyda qilmasangiz, 2 yil foyda qilmasangiz, siz ham sekin Makka ekanini yana o'tib ketasiz. To'g'ri. Alloh barakasini bersin. O, nari tarafda qovun ham ekib qo'yibsiz. Oraga qovun. Qanaqa qovun ekdingiz? Tarbiyada qovun. Tarbiyada? Ay, o'zimiz sariqdan. Yo'q, Jizzaxda uzun Ha, qovun o'shanda. katta bo'ladigan. O'zimizga yegan ekdik. Bitta Qarindosh urug'. pishganda biz ham kelamiz uni. Xudo xohlasa. Ilohim Alloh barakasini bersin. Islayim. Ha, ilohim endi dehqonlarimizni, shu dehqonchiliklarga Xudo baraka bersin. Biz endi hozir pishmagan bo'lsa ham ma'lumotini olaylik, ozgina bo'lsa ham ma'lumotini olaylik deb keldik. Xudo xolasa bitta pishganda qanchada pishadi hozir bu tovuzimiz? Oyda oxiriga pishadi. Mana shu oyda oxiriga pishadi. Mana shu oyda oxiriga pishganda sotilayotgan joyida ham bir kelib mana shu yerda shu obunachilarimizni video qilib xato ko'rsatamiz. Qanaqa darajada bo'ldi bu Abdulazonning torozlari ham bo'ladi. Xudo xolasa kattalaridan. Ko'p lak bosgan odamga Hozir iyul oyida turibmiz. iyul oyini bugun nechi kunga? 3-chi. 3-kunida turibmiz. Iyul oyining 3-kuni. Xudo xolasa 2026-yil oyda oxiriga iyulda dedingizmi? Ha, iyulda. Odil aka fermer yana qaynayapti telefon. Ba telefonni ham umuman mana nimaga budunni qo'yganda qachon ekan. Xudo xolasa oyda oxiriga pishadi deyapti. Oyda oxiriga pishganda ham ko'rsatamiz. Balki suvni necha marta qo'ydingiz hozir mashq holatgacha? 1 marta qo'ydik, 2 marta qo'ydik, yo'q hop bilan. Toriz o'zi suvchang bo'ladimi yo? Suvchang bo'ladi. Hozir mana hamaylar olib qolibdi-yu mana. Hamaylarni ashdan ko'rsatingda o'rta palaylariga ehtiyot bo'lasiz. Bitta palayni bossiz, mana uni basharasini bosgandek bo'lasiz, dehqonni. Mana unisi shlanka shaklida bo'ladi-da ekan. Mana bunday raqacha ko'rsatingchi. Mana
shlankasi bo'ladi. Ha, mana. Buni to'g'ri yoz suv beradi. Kelgan vitaminni bu beradi shlanka. Ha, shundan keladi endi. Oddiy shlanka buni nima qilishyapti-yu? Ha, ha. O'sha shlankadan tarqab mana bitta meva so'ygan bo'lsa, bitta ham soladi, gullayapti. Ha, mana ham gulmi bu? Gul ham ochiladi. Hozir bitta palak nechta solishi mumkin o'rtacha? 4 ta soladi. 4 ta. Undan oshig'ini olib tashlaysizlar? Ha, olib tashlaymiz. Hali qiyshiq, yoqmagan burmoqlarni olib tashlaymiz. Keyin kalta palakda solganini ham olib tashlaymiz. 700 ming qoladi. 200 qoladi. Mana hozir mana metrda kattaroq bor ekan. Ha, ha. Bari yarim metrda sosa olib tashlaymiz-da. Mana ularni olib tashlaymiz. Ular bo'lmaydi. Ha, naborot quvvatni oladi. Quvvatni oladi, buni nimasini oladi, vaqtini oladi. Katta torozga ketayotgan quvvatni ham olib, vaqtini o'tkazib, amal olish nimasi pasayib qoladi endi. Bitta palakda 4 tadan soladigan bo'lsa, hozir 5 gektar joyga necha dona endi Shlanka shaklida keladi-da bu. Ha, mana bu yerda ham turibdi. Ha. Bir oydan keyin mana shu to'g'ri o'zi pishgan bo'ladi. Pishadi, xudo xolasa. Ha, xudo xolasa. Necha tub torozga ekdingiz hozir mana shu yerga? 40 ming tub. 40 ming tub. 40 mingga endi o'rtacha bir kommentariyada yozib hisoblanglarchi 40 ming tubni Nima bo'ladi? 39 ming tub deylar, 39 ming tub bir palagida 4 tadan deyapti. Uni 4 tadan emas 2 tadan hisoblanglar. 2 tadan hisoblab turib, kilosini bir tushib turib kommentariyada yozib ketinglarchi. Necha kilo toruz bo'ladi, necha puldan sotiladi, necha pul daromad qiladi 5 gektardan. Kommentariyada yozib ketinglar bir fikrlarni, qanaqa bo'ladi. Bizdan keyin bir hisob kitob qilamiz. To'g'ri nima topgan odamga 10 ta toriz bor ekan. Pishganda 10 ta toriz olib ketadi. Ha, o'zimizni Farg'ona viloyatidan bo'lsa, Farg'ona viloyati Toshloq tumanida biz hozir. Farg'ona viloyatidan bo'lsa, olib borib beramiz o'sha torizni. 10 dona toriz olib 10 dona torizni uylariga o'zimiz olib borib beramiz. Boshqa viloyatlarda bo'lsa, xudo xolasa, yo pulini tashlab beramiz, yo bir mashina bo'lib qolsa, ilojini qilib jo'natib yuboramiz o'sha torizni. Katta, eng kattalarini tanlab jo'natib yuboramiz. Bo'ldi, qanjoying sog' bo'lsin. Xudo xolasa bizni kuzatishda to'xtamanglar. Bundan ham manfaatli, chiroyli videolarni xalqimizga, elimizga, dehqonlarimizga manfaatli, yordami tegadigan videolarni chiqarishga harakat qilamiz. Biz bu sohada, agro sohada birinchi marta video qilyapmiz degan bo'laveradi. Ukamizga yetarli savollarni bera olmagandirmiz balki. Agar kommentariyada qanaqadir kamchiliklarimiz bo'lgan bo'lsa, yozib ketsalar, keyingi videolarimizda shunaqa kamchiliklarimizni o'g'nashga harakat qilamiz. Yusufboy, sizlar rahmat katta, charchamang, Alloh dehqonchiliklaringizga barakasini bersin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.